Assalomu alaykum. Bugun darsimizni ikkinchi qismi haqida boshladik. Bu chuvalchang emas, ichak haqida gaplashyapmiz. Xo'p, bugun defekatsiya jarayoni haqida gaplashamiz. Nimaga biz bu bema'ni axlat chiqish haqida ma'noli yoki jiddiy gaplashib olishimiz kerak? Bu arziydimi o'zi? Xo'p, defekatsiya nima degani? Defekatsiya ya'ni endi ko'pchilik bilmasligi ham mumkin. Axlat chiqarish jarayoni, ya'ni organizmda keraksiz chiqindilarni to'liq va gigiyenik tarzda organizmdan tashqi muhitga chiqarib tashlash jarayoni hisoblanadi. Bu jarayon faqat ichakdan emas, nerv sistemasi orqali ham boshqaradi. Ya'ni ichak va nerv sistemasi bir-biri bilan bog'langan holatda kelishib, shu narsani bajarish, ya'ni axlatni chiqarish, defekatsiya jarayonini bajarishadi. Ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak anekdotni, qo'yni qumbaloqi nimaga dumaloq bo'ladi, sigirni tapisi esa yassi bo'ladi degan gapni. Xo'p, bu xuddi mana shu jarayonga bog'liq. Ya'ni ichakni shakliga, tuzilishiga va nerv sistemasi orqali qanday boshqarilishiga albatta bog'liq. Shu uchun kimnikidir cho'zinchoq, kimnikidir dumaloq, kimnikidir yassi yoki nimanikidir yassi bo'lib chiqadi. Shu axlatni chiqarish jarayoni defekatsiya deyiladi va bu ikkita sfinkter orqali, ya'ni qisuvchi mexanizm. Bu ikkita bo'ladi. Birinchisi tashqarida, ikkinchisi salgina bir necha santimetr ichkariroqda joylashgan bo'ladi. Bular tashqaridagisi bizning ixtiyorimizga bo'ysunadi. Ya'ni noqulay sharoitni yoki sharoitga, muhitga qarab biz xohishimiz bilan chiqarishimiz yoki chiqarmasdan saqlashimiz mumkin. Shuning uchun o'rtog'ingizni uyda yoki oldida o'tirgan bo'lsangiz, ixtiyoringiz bilan bu ishni hech qachon qilmang. Ichkaridagi qisuvchi mexanizm esa bu bizning ixtiyorimizga bo'ysunmaydi. Bu ichakni ichkaridagi muhitga ko'proq bo'ysunadi. Agar bu jarayonda gaz ko'p yig'ilib, axlat ko'p yig'ilgan bo'lsa va bu shu noqulaylikka bo'ysungan holatda ochiladi va bu tashqariga chiqarib yuborishga harakat qiladi. Lekin bu yerda siz albatta noqulay sharoitdaligingiz uchun qisib o'tiribsiz, chiqarishga kuchi yetmaydi. Bular ikkalasi bir-biri bilan kelishgan holatda sinxron ishlashadi. Shu uchun gaz yoki boshqa narsa to'plansa, qorningizga sanchiqlar paydo bo'lishi mumkin va buni ko'proq saqlashga harakat qilavermang. Imkon darajasida chiqaring. Bu ikkita qisuvchi mexanizm orasida shunday nerv hujayralari joylashganki, ular analizni sintez qilish xususiyatiga ega. Ya'ni nimani analiz sintez qiladi? Mana shu yerda kelgan narsa ichki sfinkterdan o'tdi, gaz o'tdi deylik yoki axlat o'tdi deylik. Mana shu narsani yumshoq yoki qattiqligini sintez qiladi. Agar yumshoq bo'lsa, demak gaz ekan degan refleks miyaga boradi va uni chiqarmaslikni siz joy tanlab chiqarib yuborasiz. Yoki qattiqligi haqida refleks boradi, sezadi va u refleks miyaga borib siz uni hojatxona kerakmi yoki yo'qligini analiz qilasiz, tushunasiz va atrofdan hojatxona izlaysiz yoki ko'chaga chiqib gaz chiqarish kerakligini hal qilasiz. Bu yerda nerv hujayralari gazni yoki axlat ekanligini analiz sintez qilib miyaga jo'natgandan keyin miyamizda ongli ravishda uni analiz sintez qila boshlaymiz. Bu yerda nimalar analiz sintez qilinadi? Ko'rish, eshitish orqali birinchi navbatda yon atrofimizda qulay sharoit bormi yoki yo'qligi, ya'ni hojatxona bor yoki yo'qligi, yoki uzoqligi, yoki kimni begona joyda bo'lsa, ayrimlar begona joyda kirishga uyaladi yoki qila olmaydi. Shuni izlaydi. Ikkinchidan esa tajriba, ya'ni u ushlash xususiyati qanchalik, uzoq muddatda ushlay oladimi gazni yoki axlatni yoki tashqi qisuvchi reflekslar o'ziga bo'ysunmaslik ehtimoli bo'shashganmi? Ya'ni qisa olmaydimi? Shuni analiz sintez qiladi va shunga qarab yon atrofdagi, agar qisa olmaydigan bo'lsa, yon atrofdagi hojatxonani izlaydi, o'sha joyga o'z ishini bajarib keladi. Agar qisa olishiga o'zi ishonchi komil bo'lsa, baquvvat bo'lsa, unda bayramni tugashini va bayramdan keyin uyiga ketishini kutadi ko'pchilik. Ichki sfinkter bu har doim tashqi sfinkterni, ya'ni ham tovog'ini qarorini hurmat qiladi. Agar ham tovog'i yo'q, bu yer jamoat joyi chiqarmaymiz deydigan bo'lsa, bu ham qisilib oladi va mana bu yerdagi gazlarni o'tgan qismini qaytadan bu yerga xuddi tortib olganga o'xshab orqaga qaytarib yuboradi. Va yana bu hissiyot, ya'ni gaz kelish hissiyoti, axlat kelish hissiyoti sizni qanchadir muddatga tinch qo'yadi. Lekin qanchadir muddatga va yana qanchadir muddatdan keyin bu yerdagi bosim ichki sfinkterga kelgandan keyin bu yana ochiladi va bir qismini yana ozgina jo'natgandan keyin bu yerdagi nervlar orqali analiz sintez boshlanib, yana oldingi jarayon qaytalanadi. Ya'ni analiz sintez hojatxonaga borish yoki bormaslik kerakligi takroriy bo'ladi. Aytganimizdek, ichki sfinkter har doim tashqi sfinkterga bo'ysunadi. Ya'ni siz qissangiz, qisiladi, bu qaytadi, bo'shashtirsangiz bu chiqib ketishiga yordam beradi. Va bu o'z navbatida ikkala hamtovoqni, ya'ni do'stni o'rtasiga taranglik olib kelib, dars ketishi mumkin do'stligiga va bu ich qotishiga sabab bo'ladi. Ich qotishiga sabab bo'lishi mumkin. Organizmdagi tabiiy jarayonlarni hadeb bostirishga harakat qilavermang. Bu o'ziga yarasha ko'plab muammolarga olib kelishi mumkin. Xuddi hozirgidek ich qotishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Lekin bu har doim ham ich qotishiga sabab bo'ladigan yagona sabab emas. Ayrim ayollarda borki, tug'ruqdan keyin ich qotishi paydo bo'lishi mumkin. Bu
tug'ruq jarayonidagi travmalar, ya'ni o'sha yerdagi tazdagi shuni ta'minlaydigan nervlarni darz ketishi orqali yoki yorilishi orqali nerv bilan miya orqasida bog'liqlik qisman uzilib qolganligi sababli ich qotishi paydo bo'ladi. Xavotir olmang, sizga yaxshi yangiligim, bu vaqt o'tib tiklanishiga sabab bo'ladi albatta. Ya'ni qanchadir muddatdan keyin, albatta 1-2 kun emas, 1-2 oydan so'ng bu nervlar qayta o'sadi, tiklanadi va ich qotishi o'z-o'zidan joyiga tiklanadi. Agar ayrim odamlarga hali ham tiklanmagan bo'lsa, orqaga surilayotgan bo'lsa, buni tiklanish uchun sabab bo'ladigan ayrim vitaminlar bor, o'shalardan iching, yordamlashing. Chunki organizmingizni kuchi kamlik qilib, nerv tolalari qaytib tiklanmayotgan bo'lishi mumkin. Shu uchun hali ham ichingiz qotyapti tug'ruqdan keyin. Xo'p, axlatni shu yergacha kelish qismini tushunib oldik, qisman bo'lsa ham. Endi bu yerga hojatga chiqarish o'zi qanday qilinadi? Qanday o'tirish kerak? Texnikasi qanaqa? Noto'g'ri o'tirsa nima bo'ladi? Men ich-ichimdan sezyapman, hozirgi aytadigan gaplarim odamlar uchun foydali bo'ladi. Ich-ichimdan sezyapman deganda ichagimning ichidagini nazarda tutmadim. Ichki hissiyotlarimni nazarda tutdim. Xo'p, odamlar orasida tajriba o'tkazilgan ekan. 3 guruh odamlar orasida. Примерно 30 ta odamni hisobga olsak, birinchi va ikkinchi guruh odamlari o'tirgan holatda, mana hozirgi unitazda tikka, mana bundoq bo'lsa, mana shundoq o'tirgan holatda hojat qilgan ekan. Va bunda albatta hojatxonaning razmeri hisobga olingan. Birinchi guruhda hojatxona kengroq bo'lgan. Ikkinchi guruhga ham xuddi shunday o'tirgan, faqat hojatxona juda tor bo'lgan. Faqat shunday sig'adigan, o'tiradigan va chiqib ishini qilib bajarib ketadigan bo'lgan. Uchinchi guruhda esa biz xalq tilida aytganimizdek eskicha usul deganda, ya'ni o'rtada teshik bo'lgan va o'tirib cho'kkalab o'tirish orqali hojat qiladigan odamlarni tekshirishgan. Uchinchi guruh haqida birinchi gaplashamiz. Cho'kkalab o'tirib hojat chiqaradigan odamlarda hojatning chiqish vaqtini hisobga olishgan, sekundomerni yoqib, ularga taxminan 50 sekund vaqt ketgan ekan shu hojatini chiqarish uchun va undan keyin o'zlarini yengil his qilishgan, ya'ni to'liq bo'shanganliklarini his qilishgan. Ikkinchi va uchinchi guruhga esa 130 sekund atrofida vaqt ketgan ekan va ular to'liq bo'shanishmagan, ya'ni qanchadandir kelib keyin yana paydo bo'lgan o'sha hissiyot va kelib to'liq bo'shanishga 2 martaga yoki ko'proq vaqtga bo'shanishga harakat qilgan va shunda ham to'liq bo'shanish hissiyoti bo'lmagan. Endi bu gaping bilan nima? Biza polimizni chuqur teshib olib hojatxona qilishimiz kerakmi deyishingiz mumkin. Yo'q, albatta uni domda imkoniyati yo'q. Shunday ekan, unitazdan to'g'ri foydalanishni o'rganishimiz kerak. Qanday bo'ladi? Mana shuni unitaz deb tasavvur qilsak, mana bundoq o'tirmaymizda, ozgina oldinga egilgan bo'lamiz. Qisman mana shundoq egilamiz. Ikkinchisi esa oyog'imizni tagiga mana shundoq bir balandlikda mana bundoq qilib qo'ysak, qarabsizki, muskullar yo'li ochiladi va hojat qilishimiz osonlashadi. Nimaga shunday bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, mana bu narsani ichak deb tasavvur qilsak, mana tikka yurganda ichak desak va mana bu yerda muskullar bo'ladi. Sfinkterni bir o'sha muskullari xullas bo'ladi. Bular tikka turganda ichakni mana qiyshaytirib turadi, tortib turadi. Xuddi mashina kelib burilishga kelganda sekin torimizni bosib, keyin burilib ketganidek, axlat ham kelgan paytda mana shu joyda sfinkter tortib turgan joyiga burilish bo'lganligi uchun kelish tezligi sekinlashadi va chiqishi qiyinlashadi. Shu uchun ham tikka turganda bu muskullar taranglashib tortib turilgan bo'ladi. O'tirganimizda esa bu muskullar bundoq bo'lmaydi-da. Mana bunaqa darajada tekis yo'l bo'lib qoladi. Qarabsizki, tekis yo'lga chiqqan mashina qanchalik gazini bosib tezlasha olsa, bu ham axlat ham xuddi shunday tezlik bilan tekis yo'ldan tushib ketadi. Shunda tanamizni bukib va oyog'imizni ozgina ko'targanimizda bu yer bo'sh, muskullarimiz ozgina orqaga kelib bo'shashadi va ichagimiz tekis bo'ladi. Ishimiz shunchalik oson bo'ladi. Cho'kkalagan holatda ham xuddi shunday bo'ladi. Aslida bunday olganda cho'kkalab o'tirish o'zi bolani ona qornida bo'lgan holati hisoblanadi. Xuddi shunday cho'kkalaganday bo'lib, oyoqlarini, tizzalarini qorniga tortib olgan holati hisoblanadi. Bu yaxshi aslida anatomik jihatdan. Mana shu hojatxonada ko'p o'tirish, umuman ish stolida ko'p o'tirish noqulay o'tirganligi uchun noqulay o'tirganligi uchun odamda sezilmas darajada qorin ichida bosimni oshishiga sabab bo'ladi. Ya'ni qorinning ichaklarning ichida bosim paydo bo'ladi. Bosim yuqori bo'lgandan keyin o'z navbatida u bosim gemoroyga ham ta'siri bo'ladi. O'sha gemoroyning asta-sekin rivojlanishiga sabab bo'ladi va ichakdagi ayrim divertikul kasalliklarini paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Divertikul nima degani? Divertikul bu ichakda bosim yuqori bo'lganda mana bu devori tashqariga qarab bunday bo'rtib chiqib qolishi. Xuddi lampochkaga o'xshab chiqib qoladi. Bu bosim yuqori bo'lganligi uchun xuddi sharni puflasangiz qanday ichak ham xuddi shunday puflagandek bo'lib bunday chiqib bo'rtib qoladi. Bu kasallik. Endi
yaxshi kasallik emas. Qo'pol qilib aytganda har qanday kasallik ham yomon hisoblanadi. Keyin yana statistikada isbotlanishi bo'yicha shu qorinda bosimning ortishi oyoqdagi varikozlarni ham paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun o'zingizni asrang, ko'proq harakatda bo'ling, kamroq o'tiring. Ishim shu, o'tirishdan boshqa ilojim yo'q deydiganlar uchun bu bahona. Yarim soatda bir hech bo'lmasa suv olaman deb ozgina harakat qilish mumkin. Xohish bo'lsa, istak bo'lsa albatta imkon topiladi. Agar videolarimizdan qisman o'zingiz uchun foydali ma'lumotlar olayotgan bo'lsangiz, albatta boshqalarga ham tarqating. Podpiska bosing, like bosing yoki o'z fikringizni qoldiring. Bizning fikrlaringizni albatta hisobga olamiz. Bular to'g'ri juda katta ahamiyatga ega emas deb hisoblashingiz mumkin. Bu odamga motivatsiya beradi. Men keyingi mavzular haqida ko'proq izlanaman. Endi keyingi mavzularimiz uchun og'iz bo'shlig'idan boshlab u qanday va nima vazifani bajarishi haqida to'liq tushuncha berib boramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Sher Muhammad Fayzullayev.